siz nevroz bilan tug'ilmagansiz. Siz qo'rquv, vahima, fobiya, panik atakalar bilan tug'ilmagansiz. Hozirgi vaqtda moda yoki trend degan bo'ladi. Nevrozlar o'z nevrozini tug'ilgan kunini hisoblab yurishadi. Ya'ni menda aniq 1 yil oldin 10-iyunda boshlangan yoki 3 yil oldin 14-dekabrda boshlangan deb aniq hisoblab yurishadi. Ya'ni o'z nevrozini tug'ilgan kunini hisoblab yurishadi. Hozir bu trend degan bo'ladi. Agar siz ham hisoblab yurgan bo'lsangiz, biling, siz ham trenddasiz aslida. Xo'p, endi birinchi videoimda aytib o'tganimdek, aslida bu haqiqatmi? Aslida nevroz qachon va qanaqa boshlangan? Nevroz bizani juda kichkina vaqtimiz shakllanadi. Bu oilaviy muhit, tarbiya, yon atrofdagi tarbiya, bog'chapamiz berayotgan tarbiya, hatto maktabdagi berilayotgan tarbiyalardan ham hosil bo'ladi. Endi bu holatda sirazi aytib qo'ying, kichkina nima deydi, adashchilik bor, mani ota-onam aybdor, mani dodam aybdor, u aybdor, bu aybdor degan fikrlarni bugundan to'xtataylik, chunki hech kim hech qachon bizani nevroz bo'lib qolsin, shu odamga tarbiya bermaydi, hech qachon. Unaqa bo'lmaydi. Bu bizani psixikamiz ichida rivojlanib qolgan holat bo'ladi. Ya'ni juda kichkina vaqtimiz qaysidir insonga to'g'ri kelgan tarbiya, qaysidir insonga to'g'ri kelgan fikr, qaysidir bir insonga to'g'ri kelgan yo'nalish bizda nevroz hosil qilgan bo'ladi. Endi bu kichkinalik vaqtlarimiz bilinmasligi mumkin, chunki u shakllanib kuchsiz bo'lib turishi ham mumkin. Qanchadir vaqt yoki qanchadir yil kuchsiz bo'lib yotishi ham mumkin. Endi mana shu yoshligimizda shakllangan nevroz, yoshligimizdan beri biza bilan kelayotgan, hozirgi vaqtgacha kelayotgan nevroz, bu aslida juda kichkina vaqtimiz shakllanib bo'lgan va uni biza qachon tug'ilganini va qanaqa paydo bo'lganini bila olmaymiz. Hatto qancha harakat qilsak ham, qancha o'ylashga harakat qilsak ham, yozsak ham, chizsak ham, aniq nevroz hosil bo'lgan kunni va aniq nuqta vergulgacha nevroz qanaqa paydo bo'lganini biz aniq bila olmaymiz. Endi aytib o'tganimdek, biz hozirgi vaqtda qanaqadir ota-onamiz yo qarindoshlarimiz yo bog'chapamiz yo maktab o'qituvchisimiz yo qaysidir yana boshqa insonlarning hech qanaqa aybi yo'q ekan. Bu hozirgi paytda bizda hosil bo'lgan nevroz bor ekan. Endi mana shu hosil bo'lgan nevrozni hal qilishda to'g'ri yondashish va psixoterapevtik metodlardan foydalanish va faqat ilmiy bo'lgan yo'nalish bilan bu holatlarni hal qilishga harakat qilishimiz kerak ekan. Ya'ni aytib o'tganimdek, birovni aybdor qilish emas, uni qachon paydo bo'lganini hisoblash emas yoki trenddan qolmaydi faqat uni tug'ilgan kunini hisoblab yurish emas, uni hal qilish bo'yicha chora-tadbirlarni ko'rishimiz kerak ekan. Sog' salomat bo'linglar.